Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Bugun qilib bergan ishimiz kuxonniy mebel bo'ladi. Seri svetda hozirgi moda bez urishga variantda tanlab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Stollarni eng yaxshi stollardan qo'yganmiz. Pichoq ishlatgandan iz qolmaydigan. Tortmalardan keladigan bo'lsak, tortmalar tandem mexanizm bo'ladi. Ishlari yengil. Panera emas, yonboshlari zakritni ishlashlari ham yengil. 30-40 kg bemalol yuk ko'taradi. Ishcha bilan gazlarni ham joylashtirib berganmiz. Gazlari ko'n ekan, hali tozadan olaman dedilar. Shu ko'rinishda tanlab berdik. Moykalarga keladigan bo'lsak, moykalar full moykadan qo'yib berganmiz. Suvlarni bilan full moykamiz ishlarni stakan yog'adigan, gel idishi, klapanni ilib ochadigan, keyin suvlari har yoqqa tortib ishlatishlari mumkin. Keyin issiq sovuq suv bemalol kirib ketaveradilar. Bu yoqlarida esa gaz balonlarini joylashtirib berganmiz. Shuna gaz balon qo'yadilar ekanlar. 100% vakuumli quloqdan qo'yib ishlaganmiz. Keyin bu yoqlarda tomshka qilib tayyorlab berganmiz. Bellarni duxovkalarni qo'yadiganlar, yonboshlarini shu ko'rinishda etib tayyorlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat etaverasizlar.